narxlarini ham juda arzon aytyaptilar. 2.300 mingdan deyaptilar. Hurmatli. Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidamiz. To'rman MFda Beshkapani o'sha masjidning atrofida to'r ko'chada manzil shu turib o'tyapman. Bu tomoni o'sha Qo'shtepa hokimiyati ketaverishda chap qo'lda Svashi ukamiz bor ekan, Sherzodbek degan. Burchakda mana ko'rishlarim mumkin Xo'zmay bor. Hop, mana ichkariga kiramiz. O'sha internetlarda maqtayotgan 4 million, 5 million, 6 million deyotgan kachalaylarimiz. Hurmatli obunachilar, suv tekin ekan bu yerda, suv tekin. Hoji aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xo'p, Hoji dada, o'zim ham to'g'risi hayratlanib narx-navolarni ko'rib so'rayotgan joyim edi. Shunga kachalaylarimizni narxini bir qator aytib o'tsangiz, obunachilarimizga manfaatli yaxshilik bo'ladi. Sherzodbek, o'zingiz kelasizmi uka? Xudo xolasa shu aholiga arzonlashtirish, manfaatli bo'lsin. manfaatli bo'lib, foydasi savob kelsin deb mana shunday ishlar qilyapmiz o'zimiz, oilaviy biz. Oilaviy. Magazинimiz bor, mana shunday. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Iloji boricha dastavkalarini bepul. Dastavkalari bor. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. O'zbekiston bo'yicha bas u. Farg'ona viloyati bo'yicha, Farg'ona viloyati bo'yicha hozircha dastavkasi qanaqa bo'ladi? Bepul bo'ladimi yo qanaqa bo'ladi? Kelishamiz, uzoq masofaga hech bo'lmasa yo'qlik bo'ladi. Yaqin bo'ladi. Kelishuv asosida. O'zimiz Qo'shtepaning ichida bo'lsa, Qo'shtepaning ichida bepul bo'lar ekan, hurmatli obunachilar. Agar o'sha Farg'ona shahri bo'yicha, umuman, anaqa bundan tashqari Hoji akami Xo'zmaylari ham bor ekan, bir qator obzor qilib ko'rsatamiz. Bizga endi hozir qiziq bo'lib turgan kachalar. Juda ko'pchilik odamlar 7 million, 8 milliondan ham oldik deyishyapti. Men o'zim ham so'rab ko'rdim. Qiziqib sizlarga ilinib qo'yyapman. Xo'p, birinchi kachalarimizni aytib qo'ysiz, Sherzodbek. 3,5 million so'm. Tepasida leksan bo'ladi. Leksan bo'ladi, ha? Olgan mana stollari divan bo'ladi. Ha, tushadi bu. Ha, dakasi tushadi. Ha. Oxirigacha tushadi. Ha. 3,5 million bo'ladi. 3,5 millionda. Buni qulayliklari nimaga sababdan 3,5 million bo'lishlarini bir qator aytib o'tsangiz. Olib sotamiz biz o'zimiz. Ha, sizlarda endi dehqonchilik. Ha, temirlar, chiraskalariga hamma joyiga javob bergan. Hali arzonroq temirdan qilgan, unaqa degan narsa yo'q. Xudo xolasa pishig'idan bo'lyapti, panjaralari. Qalin bo'lmasa mana ularda bukib bo'lmaydi. Yupqa narsalar bukib bo'lmaydi o'zi aslida. Hammasi qalin. Faqat shu mehnatimizni o'zroq qo'yib, odamlarga manfaati tegsin deb, mana hurmatli obunachilar, like bosib qo'yasizlar mana shu gaplariga. Bo'ldi. O keyingisini tushuntirib o'tsangiz. Hop, bunisi 2 million 800 ming so'm. Ha. Bu ham yotib tushadi. Yotib tushadi. Hamma qulay. Tevasi leksan ekan, ha. Avtomobilni kraska. Devo kraska ekanda, ha. Devo kraska ekan. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar. Tepalar leksan, ortiqcha qarang, dekoratsiya nima qilinmagan, skromniy ekan, juda qulay bo'lgan kachalar ekan. Hop, keyingi shu fasonda ekan. Xuddi fasonda karishniy varianti. Karishniy varianti. Tepaga tunuka qilingan. Buni 2 million 600 ming qilib beramiz. 2 million 600 ming so'm. Devam bo'ladi. Kraskalar. Kraskalarni ham chiroyli qilib qilingan. Birozdan tepasida farqi bor xolos. Farqi bor xolos. Buni puli qancha? Buni 2 million 800 ming. 2 million 800 ming so'm ekan. Buni ham yana qaytarib o'tamiz. Dastavka xizmatlari bor. Bemalol telefon raqamlarini Sherzodbeknikini yozib qo'yaman. Like bosishni unutmanglar, hurmatli obunachilar. Xo'p, bunimizga o'tsak. Endi bu Xitoy fasonimiz ekan. Buni divan bo'ladi, xuddi shu. Panjaralar yerovka bo'laveradi. Legirovka bo'laverar ekan, ha. Bemalol o'tirib turib yotib nima qilaverar ekan. Tent bo'ladi ekan. Tentli bo'lar ekan, Xolasa leksan, xolasa tunuka, farqi yo'q fasoni. Fasoni. Bu zakatga qarab almashtirib berilaveradi, unaqasi yo'q. Hurmatli obunachilar, xohlasalaring tepasini leksan qilsa ham bo'lar ekan. Endi hozir qanaqa talab bo'lsa, o'sha narsalarni qilib berishaverar ekan bemalol. Xo'p, keyingi mokri svet ekan bu. Ikkovsini ham. Biroz rangida farqi bor xolos. Rangida farqi bor, qulayliklari, pullari 2,5 million so'm. Ikkovsini ham 2,5 million so'm. Bu уже даже 3 milliondan ham yana arzon 2,5 million so'm. Hurmatli obunachilar, bu 2,5 million so'm ekan. Ovorish kerak. Ko'ringlar, ovorish kerak bularda. Xo'p, bunimisi. Bu bulardan ham arzon ekan. Bundan ham arzonmi? Bularda 2 million 300 ming qo'yamiz. Bu ham hurmatli obunachilar, materiali bir xil, lola fason. O'zi ko'p narsani Sherzodbek, misol o'zi aslida farqi yo'q, xizmati bitta-yu, hali ba'zi bir dekoratsiyalari bilan o'zgarib qolishi mumkin. Gulida farq bo'lib qolishi mumkin. Kimdir zamonaviy olaman, kimdir eski stildagi olaman deganlar ham ketaveradi, lekin hammasidan zamonaviy usulda foydalansa bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bu 2 million 300 ming ekan. Ko'rishlaringni tavsiya beraman, olishlaringni ham tavsiya beraman. Omad telefon qilmasalaring bo'lmaydi, omad. Bag'i
Mana shu arzon joy chiqib qoldi. Xo'p, bularimizni ham bir qator tahlil Bular o'tkazsangiz. ham o'sha 2.3 million so'mdan. Keyin bu ishkalatini, bular modeli sigareti. Bu rangini ham aka o'sha xohlaganlarda qilib Ha, rangida farqi yo'q. Uni tillosiga. Ha, ko'k deydimi, osmon rang deydimi. Endi bu qana svet aytsalar ham qilib beradigan ukamiz ekan. Narxini ham juda arzon aytyaptilar. 2300 mingdan deyaptilar, hurmatli obunachilar. Undan tashqari orqa taraflarda ham ko'rib turibsizlar. Nima deydi, turba deysizmi, shlangi deysizmi, qanaqangali temir mahsulotlari, mana bu yoqda qo'ralar bor ekan, qo'yga qo'ralar olaman deganlar. Endi ular haqida ham bir qator video qilamiz. Like bosishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.